Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komiteti tarafından Xitaydan hesap sorulduğan 15 fevral günü Dünya Qurultiyi bilen Yevropadagi Uyg'ur teşkilatlarının uyushtirishida Cenevada o'tkaziladigan birlashma namoyishining konkret xizmatlariga va Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komitetining 73. navbatlik yig'ini chaqirildigan 14 fevraldan 16 fevralgacha Dunyo Qurultiyi tarafidan Cenevadagi BDT binosi oldida Şinjan saqchi hujjatlarida oshkorlangan ichinishli ko'rinishlar asos qilingan va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va jinoiy qilmishlari namoyon qilingan cho'ng tipdagi rasm ko'rgazmasini echishga mas'ul bo'lgan qurultayning markazdagi rahbarlari va xizmatchi xodimlari ko'rgazmaga kerakli bo'lgan aslihalarni ilib 13 fevral atdiganda Germaniyaning Myunxen shahridan avtomobil bilan Jenevaga qarab yo'lga chiqdi. Ko'rgazma Jeneva vaqti atdigan 9:30 dan 17 gacha Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komiteti joylashgan Palais Wilson saroyining oldida o'tkazildi. 3 kunlik ko'rgazmaning amaliy ahvoli va 15 fevral kuni Jeneva vaqti tushdan burun soat 9:30 dan 13 ga qadar o'tkaziladigan cho'ng tipdagi birlashma namoyishining umumiy jarayoni Dunyo Qurultiyi Tor televiziyasi tarafidan naq maydondan tarqitildi. Namoyish o'tkazilayotgan payti Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komitetining 18 kishidan tarkib topgan mutaxassislar hay'ati Xitoy vakillar o'migidan Xitoy tarafmi imzo qo'ygan BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlarini qo'g'dash xalqaro ahdnomasining moddalari bo'yicha umumyuzlik hisob so'raydi va hisob so'rashda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi asosli tema qilindi. Yig'inga Dunyo Qurultiyining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati va Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlar haqida Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai va Madaniyat Huquq Komitetiga baholash doklad sungan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari qatnashib, o'zlarining fikrlarini bayon qildi. Xitoydan hisob so'rash yig'inining Uyg'urchaga tarjima qilingan amaliy ahvolini qurultay Tor televiziyasi bevosita ulab tarqitdi. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarida bevosita javobgarlik bo'lgan va bu sababdan Amerika hukumatining embargosiga uchirgan atalmış Abnum rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tonyazning bu qatim qilmoqchi bo'lgan Yevropa ziyorati g'arb matbuotlarida kuchli talash tortish qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan 9 fevral e'lon qilgan bayonotida Erkin Tonyazdek qirg'inchilikni ijro qiluvchi amaldorlarni Angliyaga taklif qilish dunyodagi Uyg'urlar uchun bir zo'r haqorat deb ko'rsatgan va Yevropa ellerini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida boshlamchilik rolini o'ynagan Erkin Tonyaz bilan bo'lgan chek-chegarasini aniq ayrishga, uning bilan suhbat o'tkazishning o'rniga uni javobgarlik tortishga chaqirgan. Shundaqla Angliya hukumati bilan Yevropa ittifoqidan Erkin Tonyazning ziyoratini darhol bekor qilishni talab qilgan edi. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonining raisi Erkin Tonyaz Yevropadagi ziyorati tiq boshlamay turibli matbuotlarda bu qarshi elinmaydigan mehmonga munosabatli talash tortishlar boshlanib ketdi. Xabarlarda Angliya parlament a'zolarining bu ishdan qattiq g'azablanganligi, EPAC, ya'ni Xitoy qarshi parlamentlar birligining hukumatga kuchli noroziliklar bildirganligi, Angliyadagi ba'zi Uyg'ur va qozoqlarning advokatlarining hukumatga iltimos sunib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan munosabati bo'lgan va Amerika hukumati tomonidan qora tizimlikka elingan bu Xitoy amaldorini qo'lga olib, sudga tortishga talab qilganlik o'tirib qo'yildi. BBC to'g'ri 10 fevral e'lon qilgan Erkin Tonyaz Angliya parlament a'zolari hukumatdan Şinjan amaldorlarining ziyoratini cheklashni talab qildi nomli xabarda yuqorqi mazmunga keng o'rin bergan. Xabarga asoslanganda atalmış Uyg'ur Abnum rayonining raisi Erkin Tonyaz Angliyadagi ziyoratini 12 fevral boshlaydi ekan. Biroq u davlat arboblari qatorida kutilmaydi ekan. Hamda Angliyadagi ministerlar yoki davlatning yuqori darajalik rahbarlari uning bilan ko'rishmaydi ekan. Ammo Angliya tashqi ishlar ministerligining ba'zi arboblari ko'rishib, Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarga bo'lgan g'azab nafratlarini ochiq bayon qildi ekan. 9 fevral Italiyaning Chumila axborot to'rida e'lon qilingan Bryusselda Kim Şinjan raisi bilan ko'rishidi nomli xabarga qaraganda, Erkin Tonyazning Angliya ziyoratidan keyingi Yevropa safari 19 fevraldan 21 fevralgacha Belgiya poytaxti Bryusselda davom qildi ekan. Erkin Tonyaz bu yerda garchi Yevropa ittifoqining yuqori darajalik rahbarlar bilan ko'rishalmasimi, Xitoyga moyil bo'lgan Vengriya, Gretsiya, Malta va Siprosning vakillari bilan ko'rishi mumkin ekan. 9 fevral Germaniyaning Table Media kanalida e'lon qilingan Şinjan raisining Yevropa ziyorati keskin rad qilindi nomli xabarga asoslanganda, Erkin Tonyazning Yevropa safari yolg'iz EPAC va ba'zi Angliya parlament a'zolarining qattiq g'azablarini qo'zg'ab qolmay, Yevropadagi nurg'unlagan kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligini qo'zg'agan.
Köplеген dövlətlərinin parlamentida, hətta Avropa parlamentidamo keskin bes münazirələrə səbəb bolğan. Çünki Erkin Tonyaz jaza lagerlariga qamalğan 1 milyondan artıq Uyg'urning tortib atqan azoblarga mas'ul bir shaxs ekan. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa apandim 10 fevral bu xususda matbuotlar qilgan so'zida Erkin Tonyazni Sharq Turkistondagi insoniyat qarshi jinoyatlarining bosh rolchilaridan biri deb atadi. Onun qarışıca, Erkin Tonyaz atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayonunun reisi buluş süpütü bilen Şarkı Türkistan'da davam kılıvatkan zulümlarının baş icraçılarından biri bolğan cinayetçi şahs hesaplandı iken. Şundaqla demokrat g'arb davlatlarining bu shaxsning Yevropani ziyorat qilishga yo'l qo'yishi, ularning qimmat qarashlariga nisbatan haqorat bo'lib qolmay, hozir qadar ularning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida qabul qilgan qarorlariga xiloflik qilganlik bo'ldi ekan. Kuzatuvchilar Xitoy hokimiyatining Erkin Tonyazni Yevropa tuproqlarini ziyorat qildirishdagi g'arizining 2 oyning 14-kundan 16-kunigacha Janvada chaqirilgan BDTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining Xitoyning vaziyatini ko'zdan kechirish yig'ini bilan munosabatli bo'lish mumkin ifoda qilmoqda. Erkin Tonyaz Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondan BDT yig'inlariga qatnashtirib so'ziltishga tanlagan tunji yuqori huquqli Uyg'ur bo'lib, u 2019-yil 6-oyda BDTning Janvadagi markazida chaqirilgan kishilik huquq kengashining 41-navbatlik yig'iniga qatnashganda Xitoyning jazo lagerlari siyosatini aqlab, atalmış millatlar ittifoqini maqtab so'z qilgan edi. 11 fevral günü Amerika Uyghur Birleşmesi, Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu, Amerika'daki üniversite okuvchilar uyushmalari, Müslüman cemaatleri Amerika Devlet Meclisi binası aldığı birleşme namayış ötküzüp, Amerika Avam ve Kengaş Palata azalarından Amerika Devlet Meclisi saqlanayotgan Uyg'urlarga munosabatli qonun loyihalarining tezdan ma'qullanishini talab qilishdi. Namayishda so'z qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur Kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat va Amerika Uyg'ur Birleşmesining raisi Elfidar Iltabirlar Uyg'urlarning navbatdagi vaziyat haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Amerika boshchiligidagi demokratik ellarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga, Amerika Davlat Majlisining navbatda muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlarga munosabatli qonun loyihalarining tezdan ma'qullanishiga chaqirdi. Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondi Xitoyning Şinjan saqchi hujjatlaridagi ismlarga asosan torda izlash motori yasab chiqib, 9 fevral kunidan boshlab rasmiy ommaning foydalanishiga sungan. Mazkur tordagi izlash motori kishilarni Xitoy saqchi hujjatlaridagi urug' tuqqan oila a'zolari yoki boshqa shaxslarga oid tafsiliy uchurlarga erishish imkoniyatiga ega qilgan. Kommunizm qurbonlari xotir fondining bayonotida ko'rsatilishicha, kishilar Şinjan Adam izlash quroli nomli izlash motoridan Şinjan saqchi hujjatlaridagi 700 mingdan ortiq kishining arxivini topa oladi ekan. Bayonotda bu sonliq ma'lumotlar Xitoyning saqchi kompyuteridan elingan Sharq Turkistonda Xitoyning kishilik huquq ziyonkashligiga uchirg'ich kishilarga oid maxfiy hujjatlarni o'z ichiga olganligi. Bunun bir qatımlıq intayin mühim hakkerlash hareketi ekanligini bildirgan. Amerika ismli xabarlar tori CNN'ning bildirishicha, o'tgan yil 5-oyda e'lon qilingan Şinjan saqchi hujjatlari hakkerlar shu qatim qo'lga tushirgan hujjatlarning faqat oz bir qismi bo'lib, qolgan hujjatlarga qarta yanım ilgirlab ilib berilgan tekshirishlarda uning to'liq mazmuni oydinlashgan. Xabarda 11.477 parcha hujjat va minglagan rasmlardan 830 ming kishining oshkorlanganligi bildirilgan. Kommunizm qurbonlari xotir fondining aytishicha, Şinjan Adam izlash qurol nomli torda adam izlash motorini mazkur organning oliy darajalik tadqiqotchisi Adrian Chens va uning xizmat guruhi necha oy vaqt sarf qilib yasab chiqqan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Alloh omonat.